Termiz shahrida Muay Thai bo'yicha O'zbekiston kubogi boshlandi. 7 yoshdan 39 yoshgacha bo'lgan sportchilar o'rtasida tashkil etilayotgan bellashuv qizg'in bahslarga boy tarzda o'tmoqda. Hozirgi lavhamizda shu haqda batafsil so'z yuritiladi. Bugungi kunda yoshlarimiz nufuzli musobaqalarda yuksak natijalarni qayd etib, shohsupalarga ko'tarilmoqda. O'zbekiston sporti tarixida yangi sahifalar ochilyapti. Bunga olimpiya va milliy sport turlarimiz bilan bir qatorda sharqona yakka kurash turlarini ham misol keltirish mumkin. Muay Thai ham ana shunday sport turlaridan. Termiz shahrida yosh avlodni har jihatdan sog'lom va barkamol bo'lib ulg'ayishi, chekka hududlardan iqtidorli yoshlarni saralash va terma jamoalarga jalb qilish maqsadida Muay Thai bo'yicha o'smirlar, yoshlar va katta yoshdagilar o'rtasida O'zbekiston kubogiga start berildi. Musobaqada mamlakatimiz hududlaridan 700 nafardan ortiq sportchilar ishtirok etishmoqda. Malakali hakamlar sportchilarning janglarini baholab borishyapti. Ushbu musobaqamiz O'zbekiston Respublikasi Sport vazirligining ommaviy tadbirlar kalendar rejasiga binoan O'zbekiston Muay Thai Federatsiyasi tomonidan tashkil qilinmoqda. Albatta bu musobaqa juda qiziqarli, chiroyli o'tish maqsadida Termiz shahrida ham O'zbekiston Muay Thai'ni rivojlantirish maqsadida ushbu musobaqamiz Termiz shahriga berildi. Bu musobaqadan eng asosiy maqsad shu yil oxiridagi O'zbekiston Muay Thai Federatsiyasining terma jamoasini shakllantirish va albatta oldimizda turgan eng asosiy musobaqamiz noyabr oyida Osiyo chempionati bo'lishi kutilmoqda. Osiyo chempionatida ishtirok etadigan bolalar mana shu musobaqaga qarab turibdi. Mana shu musobaqada nufuzli o'rin olgan sportchilarimiz Osiyo chempionatida munosib ishtirok etishadi va O'zbekiston bayrog'ini yuqori cho'qqilarga ko'tarishadi. Mazkur nufuzli musobaqada havaskor sportchilar bilan birga mamlakatimizning eng nomdor sportchilari, shuningdek xalqaro turnirlar, Osiyo va jahon chempionlari g'oliblik uchun ringga ko'tarilmoqda. Har bir sportchi g'oliblik uchun o'zining jismoniy mahoratlarini namoyish etyaptilar. Musobaqaning birinchi kunida kichik yoshdagi sportchilarning chiqishlariga keng o'rin berildi. Eslatib o'tamiz, Termiz shahrining Surxon arenasida o'tkazilayotgan Muay Thai bo'yicha O'zbekiston kubogi 11 oktyabr kuniga qadar davom etadi.